Alloh azza va jalla inson bolasini hali u onasini qornida 121 kunlik holatida turganida taqdiriga rizqini bitib qo'ygan. Rizq Alloh tomonidan bandaga ato qilingan, hadya qilingan narsaki, mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin, rizqi bor. O'sha rizqini yeydi, oshig'ini ham kamini emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Albatta Ruhul Qudus, ya'ni Jabroil alayhissalom meni fikrimga shunday narsani olib keldi, pufladi. Nafs rizqini to'la olmagunicha, ajali yetmagunicha o'lmaydi. Uni talab qilishlikda chiroyli yo'l tutinglar. Sizlardan bittalarni rizqinglarni kechikishligi uni gunoh, ma'siyat qilib shu rizqini talab qilishlikka undab qo'ymasin. Ish yurishmayotgan bo'lsa, qo'lida pul to'plamayotgan bo'lsa, qo'yingki, qarzini uzolmay mashaqqatda turgan bo'lsa, rizqi tang bo'lib turgan bo'lsa, hozir ana shu rizqni topaman deb haromga qo'l urmasin. Chunki dedilar Rasululloh, Allohning huzuridagi narsa gunoh, ma'siyat bilan talab qilinmaydi.